Bu ishni qilmasangiz, biznesingiz uchun katta miqdordagi investitsiya jalb qila olmaysiz. Yaqinda O'zbekistondagi yirik retaillardan biri hisoblangan Korzinka 110 million dollarlik investitsiya jalb qilinganligi haqida o'zini sahifasida e'lon qildi. Hozirgi kundagi Korzinkaning direktori bu haqida ushbu fikrlarni bildirdilar. Bu investitsiya bizning o'rta maqsadlarimizga erishish uchun, ya'ni 1000 ta do'kon ochishimiz uchun muhim qadam hisoblanadi deb aytib o'tdilar. Bu nima degani? Har bir tashkilot mana shunaqa yirik investitsiya jalb qilish uchun baribir intiladi. Bunga faqatgina oq buxgalteriya orqali jalb qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda kuzatganmiz, tadbirkorlar qaysidir bosqichga kelib investitsiya jalb qilmoqchi bo'lishadi, lekin ularni ko'p operatsiyalari bankdan o'tilmaganligi hisobida investorga to'liq salohiyatlar ko'rsatib berisha olmaydi. Agar siz biznesingizni kengaytirib, uni uzoq muddatda yashashni xohlasangiz, ertami kechmi baribir oq buxgalteriya bilan ishlashga majbur bo'lasiz. Maslahatim, biznesingizni shu oq buxgalteriyaga qarab tayyorlab borishingiz kerak. Bu videoni biznesini kengaytirmoqchi bo'lgan yaqin tanishlaringizga yuborib qo'ying. Buxgalteriya va soliq bo'yicha yangiliklar, ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lish uchun sahifamga obuna bo'lib, kuzatib boring.